Sundus amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bailly. Qunduz amaki bizga yordam bering. Erkatoy bekivoldi. Biz uni topolmayapmiz. Men endi bekinmocha o'ynashga yaramayman. Unda xavotir olyapmiz. Chaqirsak ham javob bermayapti. Xo'p, yaxshi, yuringlar, qarab ko'ramiz. Biz uyni aylanib chiqdik. U yerda berkinadigan joy ham yo'q. Men uni ayoqda ko'rganday bo'luvdim. Qayerda ko'rmiydi-ku? Yaxshiroq qaranglar, kuzatishni o'rganinglar. Qani axir? Ana! Qani? Qanday boribdi? Qunduz amaki, siz uni ko'ryapsizmi? Ha? Qani menga joy ber. Sizlarga erta aytib beraman. O'rmon yoqasida bir bog' bor ekan. U bog'da bir sariq tovuqning uyi bor ekan. Uni oshxonasi ham, yotoqxonasi ham sarishta ekan. Stullarda bironta ham gard yo'q ekan. Xullas sariq tovuq sarishta beka ekan. Guldonlarga gullar qo'yilgan, derazalarga dazmollangan toza darpardalar osilgan. Har kuni unikiga dugonasi kabutar kelib turar ekan. Ikkovlari yuzma-yuz o'tirib olib, pecheni yeyishar ekan. Keyin chaqchaqlashib, ish tikib o'tirishar ekan. Kabutar to'qir ekan. Tovuq esa tikish, yamash bilan mashg'ul bo'lar ekan. Uni cho'ntagida hamisha igna, angishvana va qaychi bo'lar ekan. Yordamini hech kimdan ayamas ekan. Shuning uchun ham uni hamma maqtagan ekan. Juda yaxshi tovuq-da. Sariq tovuqmi? Ha, biram chiroyliki, yana do'mboqqina. Ha, do'mboqqina. Buni eshitib tulkivoyning qulog'i ding bo'pti. Do'mboqqina, yumshoqqina. Tulkivoyning og'zini suv kepti va g'izillaganicha uyga yuguribdi. Do'mboqqina, yumshoqqina. Ha, nima bo'ldi og'zing qulog'ingda? O'rmon yaqinida bitta tovuq yashar ekan. Biram do'mboqqina, yoliqqina emish. Hozir uni tutib kelaman. Ungacha sen qozon osib, suv qaynatib tur. Xo'p. Biz o'sha sariq tovuqni pishirib yeymiz. O'rgilay. O'zim azamatımdan. Tulkivoy uydan o'qday otilib chiqib ketibdi. Tovuqni uyga yaqin borib daraxt panasiga berkinibdi. Shu mahal eshik ochilibdi. Yaxshi bor dugonajon. Xayr. Dugonajon, xayr. Tovuq o'tin olgani omborxonaga kiribdi. Tulkivoy oyoq uchida uyga kirib, eshik orqasiga berkinibdi. Sariq tovuq bir quchoq o'tin olib uyga qaytibdi. Shu payt birdan Tulkivoy uni tappa bosib shunday tez qopga tiqibdiki, sho'rlik tovuq qaqalashga ham ulgura olmabdi. Qo'lga tushdingmi, do'ndiqcha? Tulkivoy qopni orqalab uyga jo'nabdi. Tovuqning nafasi qaytib, tipirchilay qo'rqqandan qaqalay boshlabdi. Lekin sho'rlikning ovozini kim ham eshitardi? Kabutar esa hali uzoqqa uchib ketmagan ekan. U dugonasini Tulkivoy yegani olib ketayotganini tushunibdi. Uni vahima bosibdi. Shunda u Tulkivoydan bir necha qadam narida yerga qo'nib, qanotini sudraganicha dik-dik sakray boshlabdi. Yaralangan kabutar, baxtimdan o'rgilay. Shoshma tasadduq, qozonda senga ham joy topiladi. Voy, hozir tutib oladi. Hap! Qush uchibdi. Shu payt sariq tovuq cho'ntagidan qaychi olib shosha-pisha qopni kesibdi. Keyin bir toshni olib qopga sopdi-da, bir zumda qopni tikib, qaychi bilan ignani yana cho'ntagiga sopdi-da, g'izillaganicha uyga chopibdi. Voy la'nati, men bu yaramas qushni albatta tutishim kerak. Kabutar sal yuqoriga ko'tarilib, tovuqni o'z uyiga yugurib kirib ketayotganini ko'ribdi. Shunda qush qanot qoqib osmoni falakka ko'tarilibdi. Xayriyat, qopdagisi qochib keta olmabdi. Xullas Tulkivoy qopni orqalab uyga kelibdi. Qarasa, dasturxon yozilgan, qozonda suv qaynab turganmish. Tutdingmi? Bo'lmasamchi,
Ko'rdingmi og'irligini? Bugun ziyofat zo'r bo'larkan. Er-xotin qozon boshiga borib, qopni og'zini yechishibdi va uni silkita boshlashibdi. Qopdagi tosh qaynab turgan suvga shalab bitib tushibdi-yu, suv sachrab ikkovini kuydiribdi. Er-xotin tulkilar dod solganicha o'rmonga qochib ketishibdi. Shundan beri ularni hech kim ko'rmabdi. Tovuq bilan kabutar esa tovuqning uyida birgalikda baxtli hayot kechira boshlashibdi. Yashasin sariq tovuq, yashasin kabutar. Yashasin tulkivoy. Qunduzam aka, keling bekvacha o'ynaymiz. Ayo, eplamasam kerak. Anam aka, bir martagina o'ynay. Xo'p, mayli, faqat bir martagina. Senilikkacha sana. Nega endi qolmaysan nima? Chunki sen bizdan sekinroq sanaysan. Yo, juda tez sanamaylar. Yuring Qunduzam aka, bekkinamiz. Nechi bo'ldi? 48, 49, 50 Ketdik. Qunduzam aka. Qayerdasiz? Amakijon, biz qidirgani ketyapmiz. To'xonani ko'raylikchi. U yerda ular yo'q, ko'prik tagida-chi. Ular hech qayerda yo'q-ku. Ana ular. Qo'lga tushdingizmi? Siz g'irromlik qildingiz. Uyga bekinmasligingiz kerak. Men bilmabman. Bilmasizchi, bilib oling. Yaxshi, kelinglar. Men sizlarga bir ochoqpat cho'chqa haqida so'zlab beraman. Uy bekasi har kuni uni ertalab atala bilan boqar ekan, lekin bugun negadir cho'chqacha ovqatga qayrilib ham qaramabdi. Jonimga tegib ketdi atalasi. Boshqalarning ovqati menikidan mazaliroq. Meni ham biron shirinroq narsa yegim keladi. Cho'chqacha mushukni sut to'la idishini ko'rib qopdi. Aha, mana hozir miriqib shirin sut ichaman. Cho'chqacha shosha-pisha bir xo'plam sut ichib hayron bo'pti. Voy, muncha bemaza. Buni mushuk qanday icharkin-a? Cho'chqacha tumshug'ini jiyirib nari ketibdi, lekin o'z atalasini hali ham ichkisi kelmabdi. Mana bunisi sutdan shirinroq bo'lish kerak. U tovuqlarni qiyratib, don yegani bo'ynini egibdi, lekin olish oson bo'lmadi. Nihoyat bitta donni og'ziga olib yutib yuboribdi. Buni nimasini yeydi? Tavba, shu zig'irdakkina narsaga shuncha ovoragarchilik. Tovuqdek ahmoq jonzot yo'q deb to'g'ri aytishar ekanda. Cho'chqaning qorni ochibdi, lekin hali ham o'z atalasini yegisi kelmabdi. U chuvalchangda talashayotgan ikkita o'rdakni ko'rib qopdi. Bu narsa albatta tovuqlarning ovqatidan yutumliroq bo'lish kerak. U xur qilganicha o'rdaklarga tashlanibdi. Ular chuvalchangni tashab qochishibdi. Cho'chqacha chuvalchangni og'ziga oldi-yu, shu zahoti tuflab tashlabdi. Muncha jirkanch bu baytolmon sutdan ham bemaza-ya. Tavba, o'rdaklar qanday yeyisharkin bu savilni? Cho'chqachaning qorni juda ham ochibdi, lekin hali ham o'z ovqatiga qayrilib qaramabdi. U kuchukchaning uyasi oldida yotgan suyakni ko'ribdi. Mana bu chuvalchangdan shirinroq bo'lish kerak. Shuni yeyman. U suyakni og'ziga olib kemirmoqchi bo'pti. Muncha bemaza, yana yog'ochdek qattiq. Kuchuk buni qanday kemirarkin-a? Tishini sindiradi-ku. Uning qorni juda ham ochibdi. Shunda ham o'z atalasini ichkisi kelmabdi. U quyonlarni mazza qilib o't yeyishayotganini ko'ribdi. Mana men yeydigan ovqat. Men ham quyonlardek o't ko'shiyman. U g'izlaganicha ferma orqasidagi bedapoyaga boribdi. Qarasa, o'tlar shunaqangi ishtahaliymish-ki, u o'tlarni chaynamay yuta boshlabdi, lekin qorni to'ygach, o'zini juda yomon his qildi. U cho'chqaxonaga qaytib kelib, kun bo'yi ingrab yotibdi. Sho'rlik cho'chqacha. Yuragim og'riyapti. Yeganim bedi emas, baloyi azim ekan. Cho'chqacha sal tuzalgach, o'zicha shunday o'ylay boshlabdi. Sutda mazamatira yo'q. Don bilan-ku qorin to'ymaydi. Suyay juda ham qattiq. Beda yeb lohas bo'lib qoldim. Oxiri nima bo'ldi?
qornim juda ham ochib ketdi. Shunday deb u o'zining bir qozon limolum atalasi oldiga boribdi. O'zim atalamdan qo'ymasin. U atalasini hammasini pokiza tushiribdi. Voy, biram mazali, biram shirinki, hech qachon bunaqa shirin atal ichmagandim. Shu kundan boshlab cho'chqacha butun fermada eng mazali ovqat o'zimniki deb o'ylaydigan bo'pti. Rosta, chivachi ham ovqatmi? Senga maymunjonli somsa yoqadimi? Qunduz amaki, u pishganmikin? Allaqachon pishgan? Yuringlar, qarab ko'ramiz. Ha, yuringlar. Yuringlar.